Apple o'zining rasmiy iOS 18.5 versiyasini chiqardi. Keling, hozirda nimalar o'zgarganini ko'rib chiqamiz. iPhone 13 foydalanuvchilaridan boshlab sun'iy yo'ldosh orqali xabar jo'natish imkoniyati paydo bo'ldi, ya'ni T-Mobile. T-Mobile orqali Starlink sun'iy yo'ldosh xizmatidan foydalanib, antenna yo'q joyda ham siz xabar jo'natsangiz bo'ladi va so'z xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Bu degani siz tez tibbiy yordamni chaqirsangiz bo'ladi. Hozirda bu AQShda bepul sinov tarzida taqdim etilmoqda. Screen time, ya'ni ekran vaqti yaxshilandi. Ya'ni agar sizni farzandingiz telefonda ekran cheklovi bo'lsa va u parolni kiritishga harakat qilsa, sizga sirazu o'damlik keladi. Bu degani agar sizni farzandingiz ozgina ham telefondan ko'proq foydalanmoqchi bo'lsa, siz bundan sirazu xabar topasiz. iOS 18.5 ilovasida iPhone Mail prilojeniyasida quyidagi qulayliklar paydo bo'ldi. Endi barcha xabarlar, ya'ni all mail bitta joyda ko'rinishi mumkin. Buni oldin olib tashlashganda, buni endi yana qaytib tiklashdi. Kontaktlaringiz, ya'ni sizga email jo'natgan odamlarning profili sizda chiqib turadi, lekin buni o'chirib qo'yishingiz ham mumkin. Shunchaki mail prilojeniyasiga kirib, uchta nuqtani bosib, buni o'sha yerdan nastroyka qilib qo'ysangiz bo'ldi. Va oxirgi eng katta o'zgarishlardan biri bu iOS 18.1 ga qaraganda ayrim bir kamchiliklar va texnik nosozliklar ancha yaxshilangan. Batareyasini ham ancha yaxshilashgan. Endi siz bemalol ko'proq ishlatsangiz bo'ladi telefoningizni. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'ying va bu videoni menga o'xshab hali ham iOS 17 da yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying.